Assalomu alaykum hammangizga yana bir bor. Demak, hozir biz bugungi o'tilgan mavzuyimiz bo'yicha klass va ID'larni yana qayta ishlash bo'yicha shug'ullanamiz. O'tgan darsimizda, ya'ni bugungi darsimizda ko'rdinglarki, klassni qanday ishlatamiz. Xo'p, barchasini noldan boshlab o'rgataman. Asosan qisqa qilib tushuntirishga harakat qilaman. Demak, o'zi biz CSS kodlarini yozib ko'rdik o'tgan darslarimizda. Ya'ni, deylik HTML kodlarida masalan bizda bir nechta bir xil teglarimiz bor, masalan, salom 1 2 3 4 va natijasini ko'radigan bo'lsak, bizda hozircha hop, bizda mana bu natija bo'ldi. 4 ta tegimiz bor. Endi 4 ta tegimizda 4 xil matn keldi bizda. Xo'p, bu holatda endi deylik, CSS kodini yozishimiz uchun esingizda bo'lsa, style tagi ochilardi. Mana bu style tagi va bu style tagida asosan biz HTML ichida CSS kodini yozishimiz mumkin bo'ladi. CSS kodlarida avval o'zi nima edi? Vazifasi nima edi desak, mana bu HTML dagi taglarning ma'lum bir qismiga aynan qaysi bir tegimizga qanaqa stil berishimizni mana shu CSS da boshqarsak bo'lardi. Qanday boshqaramiz desak, avval tag nomi kelar edi. Masalan, p tagi va qish qavs ochiladi. Qish qavs ochilgandan keyin bitta enter bilan pastga tushiriladi va u yerda esa endi bemalol o'zimiz xo'p CSS kodlarini yozishimiz mumkin. Asosan color yoki background color xususiyatidan foydalansak bo'ladi. Backgrounddan foydalanaylik. Masalan, tabni bossak to'ldirib beradi, red beradigan bo'lsak, biz hozir aytyapmizki, barcha p taglariga, ya'ni mana bu p taglarini barchasiga endi orqa fonini qizil rang qilamiz dedik va tekshirish uchun saytga o'tib yangilasak, mana ko'ryapsizlarki, barcha p taglarimiz orqa foni qizil bo'ldi. Xo'p, buni yaxshi tarafi bitta buyruq bilan barcha p elementlariga bir xil stilni berishimiz mumkin va qoidasi ham shunday. Ya'ni agar biz mana bu joyda qaysi elementga stil berishimizni belgilayotganimizda, aynan mana shu joyda, demak, kelinglar shuni bu yoqda bir yaxshilab aniqlab ko'rib chiqaylik-da. Masalan, mana bu joyda, demak, bu yerda nima kelar ekan? Selector deydi. Ya'ni qaysi elementga qanday stil bermoqchimiz, o'sha nomini yozishimiz kerak. Bu yerda har qanday nom kelishi mumkin. Masalan, bu yerda p dan tashqari h1 kelishi mumkin yoki bugun o'tgan tegimiz span kelishi mumkin. Qaysi teg nomi bo'lishidan qat'iy nazar, demak, o'sha tegimizning nomi yoziladi. Xo'p, bu yerda esa, xo'p, hozir 1 minut. Xo'p, buni biroz cho'zamiz. Aslida mana bu narsa yozilgan bu yerda. Xo'p, agar endi p tagi yozildi va undan keyin esa background color deb yozilgan. Mana bu endi orqa fonga stil berayotganligimizni bildiradi. Bu yerda kelgan esa qaysi rangni berayotganimiz, orqa fonga qaysi rangni berayotganimizni yozamiz. Ya'ni qizil deb yozamiz va albatta nuqta virgul kelishi kerak. Undan keyin esa mana bu narsa yoziladi. Va bundan keyin agar xuddi shu p elementiga yana boshqa stil bermoqchi bo'lsak, pastga tushib color blue berib ketishimiz mumkin va natija sifatida ko'rib o'tadigan bo'lsak, mana demak, bitta qavsning ichiga bitta elementga bir nechta stil berib ketishimiz mumkin bo'ladi. Va qanday stil berishlarini o'zingizlar xohlasanglar internetdan CSS mavzularini YouTubedan qidirib ko'rib, sizlar ham ishlab ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, yana bitta qoida, agar deylik bizda boshqa elementlarimiz bor deylik, h1 yuqorida h1larimiz bor deylik. H4 deylik, H4 bu H4 bu H5 desak, H5 yo'q, bizga H4 dan bir nechtasi kerak. Hop, H4 hopa 3 ta bo'ldi va agar biz endi tepada H4larga ham stil bermoqchi bo'lsak, qoida boshqa tag nomini ham mana shunday yozib ketishimiz mumkin. H4 tagi nomi va background color. Endi bu safar qanaqa rang beramiz? Masalan, xohlasak o'zimiz belgilashimiz mumkin. Mana buni ustiga olib borib, mana bunday ranglarni berib ketsak bo'ladi va natija sifatida mana. Xo'p, endi orqaga qaytamiz. Deylik, biz hozir tag nomi bilan stil berishni o'rgandik. Endi mavzuyimiz bo'yicha klass mavzusini o'tgan edik. Klass nima qilib berar ekan? Klass shunday narsaki, demak, ma'lum bir HTML tagiga
guruh nomini berib ketish, ya'ni bitta nomni guruh sifatida berish yoki bir nechta nomni berishimiz mumkin bo'ladi. Deylik, mana bu o'rtadagi X turimizga endi klass nomini berib ketishimiz mumkin bo'ladi. O'zi klass nima uchun kerak bo'ladi desak, bir tomonidan endi bu yerda masalan mana bu pi teglarimizga yoki h1 ga berganimiz uchun ko'rib turibmizki, barchasiga ta'sir qilib ketyapti. Bizga esa bu kerak emas. Bizga xo'p, nima kerak? Bizga asosan ba'zida ma'lum bir teglarning o'zigagina ishlamoqchi bo'lganimizda, o'sha teglarimizning o'zini CSS topib ola olishi uchun xo'p, ularning nomlari bo'lishi kerak. Shuning uchun xullas qisqasi CSS bu ma'lum bir tegga nom berish usuli. Shuning uchun klassni bossak, klassni yozib, klass tabni bossak bizga barobar qo'sh tirnoqni ochib beradi va o'sha qo'sh tirnoq bilan endi biz o'sha qo'sh tirnoqning ichiga klass nomini yozishimiz mumkin. E'tibor beramiz, bitta tegda bitta klass nomini emas, bir nechta klass nomini ham oralarini, joylarini ochib yozishimiz mumkin bo'ladi va bitta klass nomini bir nechta teglarda yozishimiz mumkin. Yana qayta aytaman, bitta klass nomini bir nechta teglarga berishimiz mumkin va bitta tegni o'zida esa bir nechta klass nomlarini ham yozishimiz mumkin. Bunga misol, masalan, guruhimizdagi o'quvchilarga, masalan, to'ytepalik o'quvchilar desam, to'ytepada yashovchi barcha o'quvchilarga tegishli nom bo'ladi bu, to'g'rimi? To'ytepalik o'quvchilar desam, hamma e'tiborini menga qaratadi. Yokida to'ytepalik o'quvchilarning ichida to'ytepalik o'quvchilar ichida yana boshqacha nom aytishim mumkin. Ya'ni o'g'il bola yoki qiz bolalar bor. Qiz bolalar desam, ham o'quvchi to'ytepalik bo'lishi mumkin, ham qiz bola bo'lishi mumkin. Shu kabi HTML tegi ham bir vaqtning o'zida masalan 1, 2 degan ikkita klass nomini olishi mumkin yokida shunga o'xshash ma'noda boyaga aytgan qoidam bo'yicha bitta klass nomini bir nechta teglarda ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Masalan, ko'ryapsizlarmi? Demak, mana bu editorimiz bir vaqtning o'zida ikkita klass nomini olyapti, 1 va 2. Bu yerda esa mana bu 4-qatordagi p elementimiz bir vaqtni demak bu boshqa joyda ishlatilgan klass nomini o'zi nomini olyapti. Demak, 1 degan klassimizga murojaat qiladigan bo'lsak, biz aslida demak mana bu h4 elementi va p elementiga murojaat qilayotgan bo'lamiz. Va yana bir misol sifatida 2 degan klass nomimiz bor edi. 2 degan klass nomini ishlatadigan bo'lsak, ham h4 ga ham bunga ham murojaat qilayotgan bo'lamiz. Xo'p, endi buni ishlatib ko'ramiz. Bizga xo'p, qoida klass nomlarini CSS da qanday ishlatamiz? Oldin masalan teg nomini yozishni bilgandik. Klass nomida esa mana bu klass nomi qanday bo'lsa, xuddi o'shani yozishimiz kerak. Faqatgina nuqta bilan yozamiz. Klass nomidan oldin nuqta yoziladi, keyin esa klass nomi. Masalan, nuqta 1, keyin joy tashlangan xuddi o'sha qish qavs va orqa fon beradigan bo'lsak, bunga masalan red beradigan bo'lsak, saqlaymiz va tekshirib ko'rsak, mana demak, e'tiboringizda bo'lsa, esingizda bo'lsa, ya'ni 1 degan klassimiz h4 da bor va mana bu p da bor. Va natijada ko'ryapsizlar, mana 1 degan p da va h4 da. O'rtadagi h4 da. Buni masalan bir klass deb aniq belgilab qo'yaylik. Mana ko'rdinglar, mana shunday ishlashimiz mumkin bo'ladi.